nurli farishtam, hayotim mazmuni, farzandimning onasi, suyukli rafiqam, shohista. Har qanday vaziyatda yonimda turgan insonim, mehribonam. Bundan 8 yil avval o'sha kutubxonadagi tanishuvimiz hayotimdagi eng go'zal tasodiflardan biri edi. Sen mening hayotimning mazmuni, umr yo'llarimdagi eng go'zal tanlovimsan. Chiroyligim meni, senga katta rahmat. Issig'imda ham, sovug'imda ham, yaxshi yomon kunlarimda sabr bilan oldimda turganing uchun rahmat. Oilamiz, farzandimiz uchun qilayotgan mehnatlaringdan, mehribonliklaringdan Alloh rozi bo'lsin. Sen eng yaxshi ayol, Muzayyana qizimiz uchun eng yaxshi ona va xonadonimizning mehribon bekasisan. Men seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Gulam, baxtimizga doimo sog' bo'lgin. Mehr muhabbat bilan umr yo'ldoshing Ixtiyor. Bog'imdagi rayhonam, senla go'zal har onam. Oilam, baxtim, qo'rg'onim, rahmat senga ayolim. Borimga ham, yo'g'imga ham chidab kelgan halolim. Bir gap aytay men senga, rahmat senga ayolim. Borliging, baxt o'zi bir men uchun borliging, hayotimdagi mazmun mehringda, sevgingdan olib nafas yashayman, seni deb yashayman.